pishiriqni erim meni maqtasin, qaynonam ko'rsin, qanaqa zo'r kelini bor deb qilmaydi. Pishiriqni o'zi yaxshi ko'rgani uchun qiladi. O'zi bolalarni sevgani uchun qiladi-da, shunchaki qo'yadi o'rtaga, qalay chiqdi deydi. Qalay deydi. Oyijon, qalay, qani baho beringchi deydi. Tushunyapsizmi? Kerak bo'lsa so'rab oladi. Ya'ni yetuk shaxs shunchaki ana o'tirib bitta rahmat demadi-ya deb ko'zini bunday qilib yoshini o'chirmaydi. Ya'ni unday qilib qo'ymaydi. Nima deydi? Qalay oyijon, zo'r chiqdimi? Shu bomba keliningiz bor-da, bilasizmi, deb qo'yadi. Pozitiv bo'ling qizlar. Siz pozitiv bo'ling. Pozitiv bilan yaqinlaringizni, qaynonangizni, eringizni zaryad qiling. Zaryad. Siz energiya manbaisiz.